Bugun biz butun respublika bo'yicha pedagogik mahorat markazlari akademik faoliyat bo'yicha o'rinbosarlar va hududiy boshqarmalarni ayni malaka oshirish jarayonlariga mas'ul bo'lgan sho'ba rahbarlari bilan birgalikda 2026-yilda malaka oshirish jarayonlarini sifatli tashkil etishga bag'ishlangan 2 kunlik seminarga keldik va bu juda ham katta voqelik deb aytsak bo'ladi. Sababi format nuqtai nazaridan ikkita, ya'ni boshqarma va malaka oshirish markazlarini birinchi marta bunday formatda seminarga jalb qilindi va juda ham katta maqsadlar ko'zlangan. O'tgan yillar mobaynida to'plangan tajribalar, aniqlangan muammolarni o'rganish, tahlil qilish, muhokama qilish va oldingi qator vazifalarni belgilab olish bu dolzarb vazifa bo'lib kelayotgan edi. Shu nuqtai nazardan seminar tashkil etildiki, juda ham ahamiyati katta, kutilayotgan tahliliy aytaylik maqsadlar, xulosalar, takliflar juda ham katta deb umid bildiryapmiz. Har bitta pedagogik mahorat markazida viloyatlarni o'z imkoniyatidan kelib chiqqan holatda qator natijalarni qayd etishgan, lekin shunga qaramasdan ko'pgina muammolar bor edi, ta'limiy, tashkiliy yoki hududiy nuqtai nazardan. Mana shularning hammasi o'rtaga tashlanyapti, muhokama qilinyapti. Vazirlik darajasida, markaziy institutimiz darajasida va hududiy pedagogik mahorat markazlari doirasidagi ular muhokama qilinyapti, qizg'in bu muhokamalar tahlil qilinyapti va ko'plariga yechim topyapmiz. Bu singari seminarlar amaliy ahamiyati juda ham katta bo'ladi degan umiddamiz va biz ham bu kabi tadbirlarda faol ishtirok etmoqdamiz.